Laylatul Qadr kechasida o'qiladigan 100 rakatli namoz. Laylatul Qadr kechasi uchun maxsus belgilangan, aniq rakatlari va maxsus suralari bo'lgan alohida namoz haqida ko'plab rivoyatlar bor va bu rivoyatlar sahih emas, zaif yoki to'qima. Kechani namoz bilan o'tkazish, ya'ni qiyomul layl deganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: kim Qadr kechasini iymon va savob umidi bilan ibodatda o'tkazsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Al-Buxoriy, Al-Muslim rivoyati. Bu yerda oddiy nafl namozlar, tahajjud, taroveh kabi namozlar nazarda tutiladi. Xulosa: Qadr kechasi uchun maxsus 100 rakat yoki maxsus suralar bilan o'qiladigan namozlar sahih emas. Lekin umuman nafl namoz o'qish, tahajjud qilish, duo va zikr qilish sahih va juda afzal amallardir.